Qo'qon China Motors'da yangilik aksiya Jack X200 ko'pchilik bilgani mana bu yuk mashinamizga juda katta skidka bo'pti. Batafsil hozir gaplashamiz. Ilyosbek Horman ukam. Charchama, sog'ligingiz yaxshimi? Nima skidka bo'ldi, nima yangilik bo'ldi? Qisqacha aytib o'rsangiz. Jack X200 hamma modellariga 16 million 800 mingdan skidka beradi. Bartavoga ham 16 million 800 ming, shtorka Tentliga ham 16 million 800 ming, budkaligingizga termikka ham 16 million 800 mingdan skidka beradi. qanaqa holatda olsam, shart bilan olsam shunaqami? Yo'q, shuni aytib qo'yish kerakki, faqat avtokredit yoki naqd pulga oladigan mijozlarga amal qiladi. Nasiya savdoga oladiganlarga bu amal qilmaydi. Eski narxda qoladi. Eski narxda qoladi. O'rtoqlar 1400 dollar o'rtacha arz olyapti. Kimga qiziq bo'lsa, Ilyosbek nomerlarini video pastda qoldiraman. Shu China Motors Qo'qon filialini yosh bo'lishlariga qaramay rahbar ekanlar. Batafsil gaplashsangiz bo'ladi. 6-7 ming pulim bor. Minsam 100% yangisidan minaman deganlar uchun menimcha rosa vaqti hamma yog'i Hyundai Porter bilan deyarli bir xil. Mana azizlar, videoga like bosib, shu yangilikni tanishlarga ulashib qo'ying. To'g'ri kelsa, ma'qul keladigan bo'lsa, bosib yuboradigan joyda barchangizni Jack Motors Qo'qon filialida kutib qolamiz.